Revmatizm nima? Revmatizm bo'g'imlarning surunkali yallig'lanish kasalligidir. U tana immun tizimining o'z to'qimalariga qarshi xato hujum qilishi oqibatida paydo bo'lib, asosan bo'g'imlar, yurak va ba'zan teri hamda asab tizimini zararlaydi. U qanday paydo bo'ladi? Revmatizm odatda streptokok bakteriyasi, ya'ni angina va tomoq yallig'lanishi bilan kechgan infeksiyadan keyin rivojlanadi. Organizm infeksiyaga qarshi antitanachalar ishlab chiqadi, ammo ular ba'zi hollarda o'z tanasidagi oqsillarga ham hujum qiladi. Bu esa avtoimmun reaksiya deyiladi. Natijada bo'g'imlarda, yurak klapanlarida va boshqa joylarda yallig'lanish yuzaga keladi. Revmatizm tanada paydo bo'layotganini quyidagi belgilar orqali bilish mumkin. Tizzalar, tirsaklar, qo'l barmoqlari yoki tomonlarda og'riq paydo bo'ladi. Og'riq tongda kuchayib, harakatdan keyin biroz yengillashadi. Ertalab yoki uzoq vaqt o'tirgandan keyin bo'g'imni qimirlatish qiyinlashadi. Kasallangan bo'g'im atrofida teri qizil va iliq haroratda bo'ladi. Agar bu kasallikning oldi olinmasa, bo'g'im ichidagi tog'a yemirilib, suyaklar bir-biriga bevosita ishqalanadi. Natijada barmoqlar qiyshayadi. Tizzalar hamda tirsaklar o'z shaklini yo'qotadi. Bo'g'imlar harakatdan chiqib, yurish, o'tirish hamda turish qiyinlashadi. Oxir-oqibat inson kundalik hayotida boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lib qoladi. Sog'lig'ingizga vaqtida e'tibor bering. O'zingizni ehtiyot qiling.